Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Men sizlarga zo'r yangiligim bor. Sizlarga shuni ma'lum qilamanki, shaxsan menga obuna bo'lgan obunachilar, o'sha obuna bo'lgan kishilar uchun matematika plus ingliz tilidan individualni, ya'ni yakka tartibda har bir kishi uchun alohida kurs o'tmoqchiman. Kurs bir haftada 6 kun bo'ladi. Har kuni kurs bo'ladi. 4 soatdan bo'ladi. Matematika ingliz tilidan, bir kun matematika, bir kun ingliz tili. Ya'ni shunda haftada 3 kun matematika, 3 kun ingliz tili bo'ladi. Bunaqa imkoniyat hech qayerda yo'q. Ikkita fanni o'ziga atigi bir oyga 100 ming so'm. Faqat bitta sharti bor. Birinchi menga 30 ta o'sha 30 ta aloqaga chiqqan insonlar uchun 100 ming so'mdan, qolgan 31 kishi bo'lib aloqaga chiqqanlarga 130 ming so'mdan bo'ladi. Ularga ham qimmat bo'lmaydi uncha. Shunga shoshiling. Ilm oling, o'rganing, harakat qiling. Matematika, ingliz tili. Agar o'rganaman deganlarga 0 dan boshlab fizikani ham o'rgatishim mumkin.